Ey banda, ichingda nima uchun yashayotganingni Alloh bilib turibdi. Ota-onang yaxshilik qilyapsanmi, qilmayapsanmi? Alloh bilib turibdi. Alloh yaxshiligingni nima uchun qilayotganingni bilib turibdi. Mashina berayotgan bo'lsang, riyo uchun beryapsanmi? Bilyapti Alloh, ko'zingni och. Hajga umraga jo'natayotganda sertifikatni reklama qilib ko'rib qo'ying deyapsanmi? Alloh bilyapti riyokorligingni. Ko'zingni och deyapti Alloh. Oyat shu, tafsirini ko'raylik, shu oyat. Sen onangga, otangga Alloh uchun yaxshilik qilgin. Yig'ishtir riyokorlikni, yig'ishtir ijtimoiy tarmoqqa olanga berayotgan sertifikatingni umraga, hajga yig'ishtir, o'lgandan keyin 40 yillikni dang'illama qilib o'tkazishni Alloh uchun qilgin, riyo aralashtirma. Ota-onaga yaxshilik qilib solih bo'lsalaringiz, fa innahu kana lil awwabin ghafura. Mana shunday tavba qilib, solih bo'lib, ota-onasiga riyo, sum'a emas, Alloh uchun yaxshilik qilarlarni hammasini gunohlarini kechirib yuboraman deyapti.